شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد barliq hamdu sanolar olamlarning parvardigori Allohga xosdir. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga, oila a'zolariga, sahobalarga va u zotga go'zal axloq bilan ergashgan barliq mu'min musulmon qarindoshlarimizga Allohning salomi va barakati bo'lsin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aziz mu'min musulmon qarindoshlar, mana ertadan boshlab ulug' Ramazon oyi boshlanadi. Mana bu Ramazon oyi munosabati bilan Ramazon haqidagi Qur'on oyatlari va payg'ambar alayhisalomning hadislari haqida va bu oyning fazilati haqida ozroq to'xtalib o'tmoqchiman. Aziz qarindoshlar, Ramazon oyi 11 oyning sultonidir. Ya'ni oylarning ichida eng ulug', eng buyuk, eng mukarram oylardan biridir. Hammamiz yaxshi bilamiz, mana bu Ramazon oyida Qur'oni Karim nozil qilingandir. İnsaniyat mana bu Qur'oni Karim bilan sharaflandi va ulug'langan oylarning biri Ramazon oyidir aziz qarindoshlar. Shuning uchun mana bu Ramazon munosabati bilan Ramazon haqida to'xtalib o'tmoqchiman. Ramazon ro'zasi Qur'oni Karimning oyatlari bilan sabit qilingan farz ibodatlardan biridir. Payg'ambar alayhisalomning hadislarida ham ta'kidlangan va barliq ulamolar birdek ittifoqi bilan farz ibodatlarning farzligiga ittifoqlashgan ibodatlarning biridir aziz qarindoshlar. Qur'oni Karimda Alloh taolo Ramazon haqida mundaq deydi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey iymon keltirgan mu'minlar deydi Alloh taolo. Sizlarga Ramazon ro'zasi farz qilindi deydi. Yani sizlerden oldingi ummatlarga farz qilinganidek, ey mu'minlar sizlarga ham Ramazon ro'zasi farz qilindi deydi. La'allakum tattaqun. Bu Ramazon ro'zasining farz qilinishdagi maqsad shoyatki sizlar bu orqali Ramazon ro'zasini tutish orqali taqvolikka erishgaydirsizlar deydi. Yani Ramazon ro'zasini tutishdan maqsad Allah'tan yanada qo'rqadigan, Allohga yanada taat, ko'proq taat ibodat qiladigan mu'min musulmonlardan bo'lmoqdir aziz qarindoshlar. Ramazon ro'zasini tutish bilan bizning boshqa kunlardagi kunimizdan farqlanmaydigan bo'lsa, bu Ramazon ro'zasining savobini biz qo'lga keltirmagan bo'lib qolamiz. Ramazon ro'zasini tutishdan maqsad
Allohning roziligiga erishish va yanada solih, taqvo, mu'min musulmonlardan bo'lmoqdir aziz qarindoshlar. Va yana Alloh taolo boshqa bir oyatda mundaq deydi: A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Shahru Ramazanallazi unzila fihil Qur'an hudan linnas va bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkumish shahra falyasumhu dedi. Bu Ramazan ayı shundaq bir oyki, bu oyda Qur'oni Karim nozil qilingandir dedim. Hudan linnas. Bu Qur'oni Karim insonlarga yetakchidir, yo'l boshlig'ichidir dedi. Va bayyinatin minal huda wal furqan. Hidoyatdan bo'lgan va haq bilan botilni ayirib turadigan ochiq oshkora bayon qilguvchidir dedi. Haq bilan botilni ayirib turadigan va hidoyatni bayon qiladigan bayonotdan iboratdir dedi. Yana Qur'oni Karim insonlarni to'g'ri yo'lga boshlaydi, haq bilan botilni ayirib beradigan bir ulug' Allohning kalomidir. Mana bu Qur'oni Karim esa Ramazon oyida nozil qilindi. Shuning uchun ham oylarning ichida eng ulug' oy Ramazon oyidir aziz qarindoshlar. Haqiqiy mu'min musulmonlar mana bu Sha'ban oyi kirishi bilan Ramazonga yetkizgin deb duo qiladilar. Sahobalar ham ey Alloh bizlarni Ramazon oyiga yetkizgin deb duo qiladi. Ramazon oyida qilingan ibodatlarning savobi nihoyatda ko'paytirilib, hassilab beriladiganligi uchun sahobalar bu oyni 4 ko'z bilan kutadi. Qandaq bir inson mana bu Ramazon oyi kelganda xursand bo'lmaydigan bo'lsa, o insonning iymonidan nuqson borligidan dalolatdir aziz qarindoshlar. Ramazon oyi kirishi bilan biz nihoyatda xursand bo'lishimiz kerak. Alloh taologa hamd salovanlarni aytishimiz kerak. Payg'ambar alayhisalomga durud salovatlarni aytishimiz kerak. Va shuning bilan birgalikda ummati islomiyaga ko'p duolarni qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Faman shahida minkumish shahra falyasumhu dedi. Sizlardan kimki mana bu Ramazon oyida hozir bo'ladigan bo'lsa, Ramazon rozasini tutsin dedi Alloh taolo. Mana bu Ramazon oyiga yetkizganligi uchun hamd sanolar aytib, mana bu Ramazon rozasini tutishimiz lozim aziz qarindoshlar. Alloh hammamizni mana bu Ramazon oyida rozalarimizni tutishga nasib qilsin va tutgan rozalarimiz Allohning dargohida qabul bo'ladigan rozalardan qilsin Allohim. Payg'ambar alayhisalomning hadislarida mundaq deydi: Buniyal islamu ala khamsin deydi. Islom 5 narsa ustiga qurilgandir deydi. Payg'ambar alayhisalom. Birinchisi Allohdan boshqa iloh yo'q deb guvohlik bermoqlik deydi. Muhammad alayhisalom esa Allohning elchisi va bandisidir deb guvohlik berishdir. Birinchisi. Ikkinchisi namoz qoim qilishdir. Üçüncüsü zakat berishdir. To'rtinchisi Ramazon rozasini tutishdir. Beshinchisi Allohning baytini haj qilishdan iboratdir dedi. Mana bu islomningki qurilgan arkanlaridan birida, aytilgan arkanlaridan birida ham Ramazon rozasini tutishlik deb buyurilgan. Shuning uchun mana bu roza bakmi muhim, bakmi afzal, bakmi cho'ng ibodatlardan biri. Mana bu ibodatga yetkizganligi uchun Allohga hamd sanolar bo'lsin aziz qarindoshlar. Abu Davud rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: "As-siyamu junnatun" deydi. Siyam roza qalqandir deydi. Ya'ni do'zax o'tidan to'sib turadigan qalqandir. Yoki gunohlardan to'sib turadigan qalqandir roza deydi. Fa iza kana ahadukum sa'iman, sizlarning ichida kimki roza tutgan bo'lsa, fala yarfus va la yajhal deydi. Sizlardan kimki Ramazon oyida roza tutgan bo'lsa, bu inson
yaman so'zlarni aytmasin va achchiqlamasin deydi. Ya'ni boshqa oylarda qilgan ishlarni Ramazon oyida qilmaslikka lozim aziz mu'min musulmon qarindoshlar. Ramazon oyi boshqa oylardan farqlanib turishi kerak aziz qarindoshlar. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom aytganki, sizlardan kimki ro'zador bo'ladigan bo'lsa, sat gaplarni, yomon so'zlarni so'ylamasin va achchiqlamasin deydi. Jahl qilmasin deydi. Qandaq bir inson uning bilan jidal majra qilsa yoki uni tillaydigan bo'lsa, falyaqul inni sa'imun marratayn. O inson aytsinki, 2 qitim men ro'zadorman, men ro'za tutganman birodar, sen bilan urushmayman deb, "Men ro'za tutganman" deb 2 qitim aytsin deydi. Ya'ni boshqa vaqtda bir insonni tillasa, "Meni nima tillaysan?" deb uning bilan urushib ketishi mumkin. Ammo Ramazonda bu inson bunda qilmasligi lozim, urushib ketmasligi lozim. Aziz birodar, aziz qarindishim, men ro'zadorman, sen bilan urushmayman. Xapinmag'in birodar deb bu insondan uzoqlashmoq lozim. Mana bu sifatlar orqali, mana bu axloqi orqali u qarshidagi insonni ham ta'sirlantirishi mumkin aziz qarindoshlar. Payg'ambar alayhisalom aytdi ekanki, "Vallazi nafsi Muhammad biyadi." Ya'ni Muhammadning jini ilkida bo'lgan zot Alloh bilan qasam dedi. "La khalufu famu sa'im atyabu 'indallahi min rihil misk." Ya'ni ro'zadorning og'zidan chiqayotgan puroq Allohning nazlida mushka ambardan ham xushpuroqliqroqdir dedi. Ro'zadorning og'zidan chiqayotgan mana bu puroq Allohning nazdida mushka ambardan ham xushpuroqliqroqdir dedi. Yatruku ta'amahu va sharabahu va shahvatahu min ajli dedi. Chunki bu inson men tufayli dedi Alloh taolo tamoqini tashladi dedi. İçidigan narsalarni, suvlarni tashladi dedi. Va shahvatlardan voz kechdi men uchun dedi. As-siyamu li va ana ajzi bihi. Ro'za men uchundir dedi Alloh taolo. Va uning mukofotini men o'zim beraman dedi. Boshqa narsalarning mukofotini Alloh taolo kiraman katibillarni qo'yib qo'ydi. Mana bu bandamning qilgan yaxshiligini yoz, mana bu bandamning qilgan gunohlarini yoz deb. Kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Mana bu bizga muakkal qilingan farishtalar bizning qilayotgan barcha ishlarimizdan xabardordir. Bizning qilayotgan har bir yaxshiligimiz uchun savob yozadi, har bir qilgan yomonliklarimiz uchun gunohimizni yozadi. Ammo Ramazon oyi kelganda Alloh taolo aytayapti ekanki, "As-sawmu li va ana ajzi bihi" dedi. Ro'za men uchundir dedim. Bu bandamning tutgan ro'zasining mukofotini men o'zim beraman dedi. Ya'ni buningdan bilib olishimiz mumkinki, ro'zaning naqadar buyuk bir, naqadar cho'ng, naqadar afzal bir ibodat ekanligini mana shundan bilib olishimiz lozim. Wal hasanatu bi ashri amsalha dedi. Hadisning davomida har bir qilingan yaxshilik 10 hassalab, har bir qilingan yaxshilikqa 10 hassalab savob beriladi dedi. 10 hassadan 700 hassagacha. Yana Alloh taolo uningdan ham ko'proq savob berib o'tishi mumkin. Yana bu Ramazon oyida qilingan toat ibodatlarga Alloh taolo hassalab savob berdi. Shuning uchun mana bu Ramazon oyini g'animat bilaylik aziz qarindoshlar. Buning har bir lahzasi, har bir daqiqasi g'animatdir. Behuda o'tkazmaylik. Mana bu Ramazon oyiga yetkazgan Allohga hamd sano aytib, payg'ambar alayhisalomga durud salovatlar aytib, ummati islomiyaga duo qilib, xayrli ishlar bilan o'tkazishga Alloh taolo barchamizni muvaffaq qilsin aziz qarindoshlar. Payg'ambar alayhisalom hadislardan birida aytadi ekanki, ro'za tutuvchi uchun
ikki turli xursandchilik bor dedi. Birinchisi dedi, og'zini ochayotganda mana bu ro'zador inson nihoyatda xursand bo'ldi. Og'iz ochadigan vaqt keldi, mana bu og'zimizni ochdik deb nihoyatda xursand bo'ladi. Ikkinchisi esa bu inson qiyomat kunida mana shu hayotiy dunyoda tutgan ro'zasining savobini olish uchun Alloh taolo bilan yo'liqqanda nihoyatda xursand bo'lar ekan. Yaxshi ham hayotiy dunyoda ro'za tutgan ekanman. Ro'za tutmaganimda men ham ana shu boshqa insonlarga o'xshab do'zax ahlidan, jahannam ahlidan bo'lgan bo'lardim. Dod pardayat chekkan bo'lardim mana shu mahshargohda. Yaxshi ham ro'za tutgan ekanman. Alloh taolo tutgan ro'zamning mukofotini berdi. Men Alloh taolodan mingdan ming rahmat deb mana bu Alloh taolo hayoti dunyoda tutgan ro'zasining mukofotini berganda bu inson nihoyatda xursand bo'lib ketar ekan. Shuning uchun aziz qarindoshlar, mana bu iftor vaqtida qilingan duo mustajab duolardan hisoblanadi aziz qarindoshlar. Mana bu iloj bo'lsa, imkon bo'lsa 1 soat burun, Ramazon iftordan 1 soat, yarim soat burun dasturxonni yezib qo'yib, dasturxonni ichib, nozi ne'matlarni to'kib, mana bu nozi ne'matlarning oldida Alloh taologa hamd sanolar aytib, Payg'ambar alayhisalomga durud salovatlar aytib, ummati islomiyaning gunohlarining kechirilishini so'rab, ummati islomiyaning nusrati uchun so'rab, dunyoda ezilayotgan mu'min musulmonlarga yordam so'rab, Alloh taologa qilingan duo mustajabdir aziz qarindoshlar. Mana bu iftordan oldin duo qilishga odatlanaylik. Chunki bu vaqtida duo rad qilinmaydi. Rad qilinmaydi. Shuning uchun iftordan burun balichaqlar bilan dasturxonda jamu-jam bo'lib, o'zimizning, ota-onamizning, millatimizning, xalqimizning, ummati islomiyaning gunohining kechirilishini so'rab, olamlarning parvardigori Alloh taologa yalvarib duo qilmog'imiz lozim aziz qarindoshlar. Chunki bu vaqtida qilingan duo mustajabdir, rad qilinmaydi aziz qarindoshlar. Qur'on o'qiylik, zikr qilaylik, pandu nasihat qilaylik balichaqlarimizga, tasbih aytaylik, ibodat bilan kechiraylik iftordan oldin. Chunki bu vaqtida qilingan duo mustajabdir aziz qarindoshlar. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu da rivoyat qilingan hadisda Payg'ambar alayhisalom mundaq deydi aziz qarindoshlar. Roza va Qur'oni Karim qiyomat kunda bandaga shafaat qilar ekan. Roza bilan Qur'oni Karim qiyomat kuni insonlarga shafaat qilar ekan. Ya'ni roza aytdi ekanki, ey Robbim, men bu insonni tamoq yeyishdan to'sdim. Shahvatlarini to'sdim. Meni roza tutganligi uchun shahvatlardan voz kechdi bu inson. Bu tufayli ey Allohim, mening shafaatimni qabul qilgin deb roza Alloh taologa yalvaradi dedi. Qur'oni Karim bo'lsa, ey Robbim, men bu insonni kechalari uyqudan to'sdim. Ya'ni kechalari uxlamasdan bu inson Qur'on o'qib chiqdi Ramazon oylarida. Buningki haqqi hurmatidan mening shafaatimni qabul qilgin, bu bandaning gunohidan kechgin deb Qur'oni Karim bilan Ramazon Alloh taologa yalvarar ekan. Shuning bilan Alloh taolo mana bu roza bilan Qur'onning duolarini mustajab qilib, ana shu bandaning gunohini afv qiladigan aziz qarindoshlar. Abu Umama radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Men Payg'ambar alayhisalomning oldiga kelib aytdim: "Ya Rasululloh, menga bir ishni buyuringki, men shu ishni qilish orqali jannatga kiray. Ya'ni meni jannatga yetaklab boradigan bir amalga buyuringki, men u ishni qilay, Allohning jannatiga kiray ya Rasululloh" deb so'radim dedi. Shunda Payg'ambar alayhisalom aytdiki, "Alaykas savm" dedi. Roza tutgan dedim. Fa innahu la idla lahu.
Chunki bu Ramazon ro'zasining hech qanday tangdashi yo'q. Ya'ni buning savobi nihoyatda cho'ngdir. Ro'za tutqin deb ro'za tutishga buyurdi. Yana keldim payg'ambar alayhisolamning oldiga, ya Rasululloh, menga bir amalni buyuringki, bu ishni qilay, men bu orqali jannatga kiray desam, yana ro'za tutqin deb buyurdi dedi. Yana ro'za mana shunday ulug' ibodatlardan biri aziz qarindoshlar. Mana bu Ramazon ro'zasiga yetkazganligi uchun Allohga hamd sanolar aytishimiz lozimdir. Abu Said Xudri radhiyallohu anhu da rivoyat qilingan hadisda payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: La yasumu abdun yawman fi sabilillah illa ba'adallohu bidhalika al-yawm an-nara an wajhihi 70 kharifan deydi. Qandaq bir inson Alloh yo'lida bir kun ro'za tutadigan bo'lsa deydi, ana shu kun tufayli Alloh taolo u insonni do'zax o'tidan 70 yillik musofigacha uzoqlashtirdi dedi. Allah roziligi uchun bir kun tutilgan ro'zaning haqqi hurmatidan Alloh taolo u insonni 70 yillik musofigacha do'zax o'tidan uzoqlashtirdi dedi. Buningdan bilib olishimiz kerakki, Ramazon ne kadar büyük bir ibadet. Aslida bu bir mol hosul aladigan, yillik mol hosulimizni aladigan bir aydır bu aziz qarindoshlar. Xuddi dehqonlar necha ay dehqonchiligini qiladi, yoz kelganda ana shu bug'doylarni o'rib, mol hosulini olgandek, mana bu Ramazon oyi mu'min musulmonlarning mol hosul aladigan, mukofotlar aladigan oydan iboratdir aziz qarindoshlar. Shuning uchun mana bu Ramazon oyidan mahrum qolmaylik. Mana bu Ramazon oyini g'aflatda o'tkazmaylik. Bir oy bir pasda o'tib ketadi aziz qarindoshlar. Sahl ibn Sa'id radhiyallohu anhu mundaq dedi. Payg'ambar alayhisalom mundaq dedi. Jannatda bir eshik bor dedi payg'ambar alayhisalom. U eshikning nomi Rayyan deb ataladi dedi. Qiyomat kunida ro'za tutquchilar qani deb nido qilinadi dedi. Ro'za tutquchilar qani deb nido qilinadi. Chunki bu jannatning bir darvozasining ismi Rayyandir. Bu darvozadan faqat hayoti dunyoda ro'za tutgan insonlar kiralaydi, boshqa insonlar kirolmaydi. Yani bu cennet nihayetimi güzel, nihayetimi haşametlik, nihayetimi çıraylık cennet ki bunu Allah-u Teala fakat ve fakat ro'za tutgan bendeleriga has qilib qo'ygan. Shuning uchun qiyomat kuni nido qilinadi, ro'za tutquchilar qani deb. Fa iza dakhala akhiruhum ughliqa zalikal bab. Ro'za tutquchininki oxirgi ro'za tutgan odam mana shu darvozadan kirgandan keyin mana bu jannatning darvozasi taqaladi aziz qarindoshlar. Boshqa hech kim kirolmaydi bu yerga. Ro'za tutmagan inson mana bu jannatga kirolmaydi aziz qarindoshlar. Allah bizni ana shu Rayyan jannatidan kiradigan mu'min musulmonlardan qilsin aziz qarindoshlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinganda payg'ambar alayhisalom mundaq dedi. Yana Ramazon oyi kirganda payg'ambar alayhisalom aytganki, "Qad ja'akum shahrun mubarakun." Sizlarga nihoyatda ulug' bir oy keldi dedi payg'ambar alayhisalom sahobalariga xitob qilib. "Iftarada alaykum siyamahu." Alloh taolo sizlarga bu oyning ro'zasini farz qildi dedi. Bu oyda ro'zasini farz qildi dedi. Yani bu Ramazan ayında cennet eshikleri açıldı dedim. Do'zax eshikleri yapıldı dedim. Ve şeytanlar bolsa zincirge bağlanıp oldu. Zincir salanıp şeytanlarga bağlanıdı şeytanlar dedim. Mana shundoq ulug' ay keldi dedi. Yani mana bundoq ulug' aydan biz bahramand bo'lishimiz lozim aziz qarindoshlar. Şunun bilen birgelikte bu hadisinin devamında aytılırken ki fihi leyletun hayrun min alfi shahr. Bu Ramazan ayında bir kecha var ki bu keçede kılınan taat ibadet
boshqa oyda qilingan 1000 oylik toat ibodatdan afzaldir dedi. Yana hammamiz yaxshi bilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alf shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yani bu Qadr surasida mana Alloh taolo Qadr kechining fazilatini bayon qilib, Qadr kechining nima ekanligini bilamsan dedi. Bu Qadr kechasi shundoq bir kecha ekanki, bu oyda qilingan taat ibodat boshqa oyda qilingan taat 1000 oylik taat ibodatdan afzaldir dedi. 1000 oy deganimiz 83 yillik taat ibodat aziz qarindoshlar. Qanchalagan insonlar bor 83 yoshga kirolmasdan hayoti dunyodan o'tib ketadi. 1000 oy 83 yilga teng keladi aziz qarindoshlar. Mana bundaq yashalmaydi. Yana bu Qadr kechasi qaysi? Ramazonning oxirgi 10 kunlari. Buningdan ham qisqartirib aytganda qaysi? Ramazonning oxirgi 10 kunlarining taq kunlari. 21, 23, 25, 27, 29. Yani buningdan ham qisqartirib aytganda Ramazonning 27-chi kechasi. İmkon bo'lsa, oxirgi 10 kunlikni uxlamasdan taat ibodatda o'tkazmog'imiz. İmkon bo'lsa, bir oy Ramazonni taat ibodat bilan o'tkazamiz. Hech bo'lmaganda Ramazonning oxirgi 10 kunni taat ibodat bilan o'tkazamiz aziz qarindoshlar. Hech bo'lmaganda Ramazonning oxirgi 5 taq kunlarini taat ibodat bilan o'tkazaylik. Uxlamasdan taat ibodat bilan o'tkazaylik kechasini aziz qarindoshlar. Hech bo'lmaganda Ramazonning 26-dan 27ga o'tar kechasi, ya'ni Ramazonning 27sini uxlamasdan Alloh taologa taat ibodat bilan o'tkazaylik aziz qarindoshlar. Ana shu Qadr kechasining savobini olsak ajab emas aziz qarindoshlar. Qandaq bir inson dedi hadisning davomida, mana bu Qadr kechasidan mahrum qiladigan bo'lsa, go'yoki u barcha yaxshiliklardan mahrum qolgan bo'ladi dedi. Qandaq bir inson mana shu Qadr kechasini g'aflatda o'tkazayotgan bo'lsa, go'yoki bu inson hamma kechalarni yoki umrining hammasini behuda g'aflatda o'tkazayotgandek bo'ladi dedi. Shuning uchun aziz qarindoshlar, mana bu Ramazon oyi g'animatdir. Bu oyni nihoyatimi yaxshi kutib olaylik. Agar biz bu oyni yaxshi kutib oladigan bo'lsak, bizni ham bu oy nihoyatda yaxshi kutib oladi. Ya'ni yaxshi kutib olganligimiz uchun bakmi katta, bakmi cho'ng savobga ega bo'lamiz va shuning bilan birgalikda Allohning roziligiga erishamiz, Allohning g'azabidan qutulamiz. Bu orqali biz jannatga kiradigan solih, muttaqi bandalarning qatoridan hisoblanamiz aziz qarindoshlar. Oxirida yana ikki tane hadisni bilan darsimni yakunlamoqchiman. Bu hadisning biri Payg'ambar alayhisalom aytdi ekanki, as-salavatul khamsa wal jum'a ila jum'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima baynahunna izajtunibatil kaba'ir dedi. 5 vaqt namozlar bir-birining orasidagi kichik gunohlarni o'chirib tashlaydi aziz qarindoshlar. Shuning bilan birgalikda bu juma bilan yana bir jumaning orasidagi kunlar, mana bu jumani o'qishimiz bilan kichik gunohlar yuyilib tashlanadi. Bir Ramazon bilan yana bir Ramazonning orasida sodir qilingan kichik gunohlarimiz mana bu kelayotgan atidan boshlab tutadigan Ramazon ro'zasini tutishimiz orqali o'tgan yil Ramazondan ta bugungi kunga qadar orasida sodir qilingan kichik gunohlarimiz afu qilinadi aziz qarindoshlar. Agar biz cho'ng gunohlardan saqlangan bo'lsak, kichik gunohlarimiz mana bu 5 vaqt namozning orasi
sodir qilingan gunohlar afu qilinadi. Bu jumadan yana bir jumagacha, bu Ramazondan yana bir Ramazongacha orasida sodir qilingan kichik gunohlar mana bu namozlarni o'qishimiz bilan, jumadan jumaga bo'lgan namozni o'qishimiz bilan va Ramazondan Ramazongacha bo'lgan ro'zalarni tutishimiz bilan gunohlarimiz afu qilinadi aziz qarindoshlar. Oxirida payg'ambar alayhisalomning mana bu go'zal hadisi bilan darsimni tamomlamoqchiman aziz qarindoshlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilingan hadisda payg'ambar alayhisalom mundaq dedi: "Man sama Ramazana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi" dedi. Kimki Ramazon ro'zasini iymon bilan tutsa, haqiqa Allohga iymon keltirib, "Ey Rabbim, bu Ramazon ro'zasini sen menga farz qilding. Sening roziliqing uchun, sen menga buyurganliging uchun ado qilyapman. Mening bu Ramazon ro'zamni qabul qilgin" deb Allohning roziligi uchun tutgan bo'lsa, yaqinlik bilan, chin ishonch bilan, iymon bilan tutgan bo'lsa, vahtisaban, ya'ni men Allohning roziligi uchun mana bu Ramazon ro'zasini tutyapman. Shuning uchun Alloh taolo tutganim uchun mana buningga savob beradi. Men Allohdan savob olmoq uchun, Allohning roziligiga erishmoq uchun ro'za tutyapman. Buningda boshqa hech qanday mening g'arazim yo'q deb mana bu niyat bilan, chin iymon bilan va savobini umid qilgan holatda tutadigan, g'ufira lahu ma taqaddama min zambihi. U insonning oldin qilingan barcha gunohlari yuyib tashlanadi dedi. U insonning oldingi qilgan barcha gunohlari yuyib tashlanadi. Ne kadar güzel hadis aziz qarindoshlar. Shuning uchun Alloh taolo mana atidan boshlab tutadigan Ramazon ro'zasini Alloh hammamizga muborak qilsin. Alloh hammamizga barakatli qilsin. Alloh hammamizga mana bu Ramazon ro'zasini haqiqiy mu'min musulmonlar tutgandek, haqiqiy Allohning solih bandalari tutgandek, solih bandalardan qabul qilgandek Alloh taolo bizlardan ham qabul qilsin. Shuning bilan birgalikda Alloh taolo hammamizni iymonda, islomda sabit qadam qilsin. Mana bu Ramazonning haqqi hurmati uchun, mana bu dunyoda zulm chekayotgan mu'min musulmonlarimizga Alloh taolo sabr ato qilsin, najotlik ato qilsin. Mana bu zolimlarga Alloh taolo insof, hidoyat, tavfiq bersin. Va yoki bo'lmasa zolimlarga Alloh o'zi kifoya qilsin. Ey Alloh taolo, ey Rabbim, qanchilgan qonlar to'kilyapti. Ey Rabbim, o'zing mana bu zolimlarga o'zing kifoya qilgin. Ey Allohim, mu'min musulmonlarga nusrat ato qilgin, g'alaba ato qilgin, yordam ato qilgin. Ey Allohim, dunyoning hamma yerida qonlar to'kilyapti. Ey Allohim, o'zing rahim shafqat qilgaysan. Mu'min musulmonlarga sabr jamil ato qilgaysan. Zolimlarni sana havola qildik. Ey Rabbim, o'zing jazosini bergaysan. Mana bu qiyomat bekardan bekarga emas, hammamiz yaxshi bilamiz. Zolimdan mazlumlar o'zining haqqi, huquqini olmoq. Zolimlar o'ylamasinki, men xohlaganimni qilaman, xohlagan ishimni qilaman deb. Hargizmi undaq emas. Ular hargizmi o'zining maqsadlariga yetolmaydi. Albatta biz atiganlikka ana shu qiyomat maydonida ana shu zolimlardan zulmga uchragan insonlar albatta hisob kitob oladi. Buningga iymonimiz komildir. Ey Rabbimiz, mana bu kelayotgan Ramazonni ummati islomiyaga xayrli qilgaysan. Hammamizga mana bu Ramazon tufayli barakat ato qilgaysan. Hammamizga rahim shafqatingni yog'dirgaysan. Azobingdan hammamizni o'zing asragaysan. Subhanakallahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Wassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. My Lord, my sins are like the highest mountain. My good deeds are very few, they're like a small